Assalomu alaykum. Hurmatli qadimiy O'zgan shahrini fuqarolari va shahrimizni mehmonlari. Men sizlarni chin dilimdan tabriklamoqchiman. O'zgan shahar kuni bilan 30-oktyabr kuni O'zgan shaharni kuni bo'lib hisoblanadi. Buni har bitta fuqaro bilishini xohlardim. Shu bilan birgalikda mana qadimiy O'zgan shahrimizni 11-asrda poytaxt shahar bo'lganligidan bugungi kunda bizga hujjat dalillarimiz bor. Bugun mana sulton minoralarimiz, mana kecha yaqinda ochilgan Saraxsi masjidi, Saraxsida o'sha yerda turklar kelib Saraxsi masjidining ochilishida bir qatnashib ketishdi. Saraxsida qo'yilgan joylari, xudo xolasa shahrimizni men o'ylaymanki birinchi maqsadlarimizdan biri şu benzin menen tamekini arakta arsanlattık. Oşunu arsanlattık. Tameki 100 so'mga chiqdi qaşayıp. O, men bir günde 2 paket tartam. Anan oşo arsanlatsan yaxshi bolat eledi. Bezme değil. Benzin 200 so'm. O, buna 2 paket salıp yürü buna ki. Buna tuğanlar tuvaletten çıkan bulaka koşulat ekan. Bul bulak hıldıy tey at başını eğilin arılap ketken. O yoqda daha bir tuvalet barken ada koşulat ekan. Bunu çarptı sırası bulaka koşup koyuptur. At başı da dam bucağında. Şunu bir qarab qo'yib olsa, mana chig'ili bir tesili öyle bulaq qo'shiladi. İki tuvalet u da o'ko'nikdan shunday ekan. Shuni ko'zimga olib qo'yib olsam,